ملأ السماء النور حين تألقت بمدى العيون مساجد ومنائر، والطير في الأغصان تشدو طربا من تحتها قرأ القرآن الماهر. Bismillahirrohmanirrohim. G'azo sektorida urush tugagan bo'lsa-da, fojia hali tugagani yo'q. Odamlarning ehtiyojlari hamon davom etmoqda. Hali ham insonlar ovqatga, ichimlikka va ayniqsa bu qish faslida boshpanaga muhtojdirlar. Bugun Allohning fazli bilan 2025-yil 16-noyabr haftaning yakshanba kunida biz yuqori sifatli 5 ta qozonda guruchli ovqat tayyorlab, G'azo shimolidagi qochqin birodarlarimizga yetkazib berishligi uchun hozirlanmoqdamiz. Bu hududda mahsulotlar juda tanqis. Odamlar guruch va boshqa asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan mahrum bo'lganlar. Biz ushbu yordam orqali ularning yuziga quvonch olib kirishni maqsad qildik. Bu ish Allohning fazli ila saxovatli birodarlarimiz Abdu Ali va Abdu Alining ehsonlari evaziga amalga oshmoqda. Alloh taolodan so'raymizki, u zot ularning qilgan yaxshiliklarini qabul qilsin. Mol dunyolariga va farzandlariga baraka bersin. والماهر اليوم ارتقت في شاوها كالفلك في بحر العناء سوائر، مثل السماء عالية أسبابها ونجوم حفاظ الكتاب زواهر.